Assalomu alaykum, kanalimizga obuna bo'lsanglar, bugungi rolikimiz Urganch City'da 2 qavatli yarim plan hamma jihozlar bilan sotiladi, hurmatli obunachilar. Hamma o'zi qulay ekan, hurmatli obunachilar. Bu yerda gaz va suvdan muammo yo'q, transport bo'yicha muammo yo'q. Eldinda yurt tutdi. Yo'llar dim yaqin, hovli joy, hurmatli obunachilar. Bu chiqarib yurgan hovli joyimizdan katta bog'am bor. Bog'anim az kuzatib o'tamiz, hamma o'zi qulay. Bir salkam 125 kvadrat ekan, hurmatli obunachilar. Hamma o'zi qulay ekan. Bir chetdan danishib o'tamiz. Bu yerdaning avval chiqarganmiz, sotilgan joylarimiz shu o'rtadagi joy sotiladi. Kameralar qo'yilgan, reshotkalar qilingan, shochiklarimiz qo'yilgan, polnisti hamma o'zi qulay ekan. Ko'chalarimiz dosh dushalgan. Gazli eldindan o'tib tutdi. Bir chetdan danishib o'tamiz, qani yetdik esa. Bismillah, başlayamiz, xudo xolasa. Yerimiz dalan kısmımız. Kirmaşin to'shin, kirmaşinlar qo'yilgan. Taplinamiz demir taplini. Zalyus perdeler qo'yilgan. Prixoshkamiz qo'yilgan. Elde 4 metr hurmatli obunachilar. Profildan bo'lgan, aboydan chiqib turibdi. Mebellarimiz ham yangi mebellar qo'yilgan, paketi bilan turibdi. Stollarimiz ham uzun stollarimiz ham bor. Gilamlar döşalgan, zinalarimiz taxta, liqlanib turibdi. Lustralarimiz qo'yilgan, plita bilan bostirilgan, hurmatli obunachilar. Hamma o'zi qulay ekan. Restorannimiz ham joylashgan. Hamma o'zi qulay ekan. Mening talonimizni ko'rishlaringiz mumkin. 3 xonali puli, hurmatli obunachilar. Yevro remont jihozlari bilan beram uqaloqqa qo'yib qo'ydilaring. Barimiz bog'imiz xoti. Kaspitamiz, kuxunimiz ham qo'yilgan. Xabarlarimiz. Mening to'qpeshlarimiz ham mikrovolnovkalarimiz ham bor ekan. Berimiz sanuzel unitazimiz qo'yilgan. Yerdan yana bir kirmashin to'shga tashalgan. Vannamiz ham bor ekan, hurmatli obunachilar. Hamma o'zi qulay. Surosh sotiladi. Jihozlari bilan, hurmatli obunachilar. Jihozlari bilan surosh sotaman dedi. Davomimiz ham katta. Ko'p joylarni ko'rasiz, 3 metr, 3,5 metr, bu 4 metr ekan. İkinci qavatimiz bilan tanışib o'tamiz. Yangi zinamiz üstü. Berimiz spalni joyimiz. G'alolar döşalgan. Bu yerda qo'l idish tovoq ko'rpa döşalgan ikkitadi, boshqa hamma o'z qoladi dedi. Polnisi, spalnisi, tomishkasi, shkafi, tugmasi, hammasi gilamlar ham qoladi. Konditsionerlar ham bor. Perdeler ham bor. Polnisi pat ключ, hurmatli obunachilar. Yani spalni joyimiz, katta bu spalnimiz. Spalnimiz razmeriga keladigan bo'lsak 4 ta 4,5 hurmatli obunachilar. Endi fishlar qo'yilgan. Bu yerda yana bir spalnimiz bor ekan. Bu spalnimiz ham 4,3 ekan. Hozir bog' tomondan kuzatib o'taman. Bog'imiz ham yana katta. Hamma o'zi qulay. Shu bog' shularni bog'ining o'rab qo'ydilar. Bog'lar polnistik qurgan. 4,7 ekan bog'imiz. Bir yerda gaz va suvdan muammo yo'q, transport 3 yuriydi, 12 yuriydi ekan. Maktab, bog'cha hamma o'zi qulay ekan. Hurmatli obunachilar, keyingi ro'yxatda ko'rishguncha deymiz, sog' bo'ling, omon bo'ling. Podpisatsiya qilmaganlar podpisatsiya qilsin, like bosing, salomat bo'ling.
srochniy zudlik bilan sotiladi, kadastr papkasini ega. To'g'ri gal ustunda savdo qilib olaverasiz. Keyingi